Xo'sh, bizga bu kerak, tomorqamizga sabzavotlarni ekishimiz kerak. Juda ham kechikib ketdi. Kartoshkani ham olamiz. Xo'p, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Kompot. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Ahvollaring yaxshimi? Tinchmisizlar? Xullas, a nima gap? Bu bino qayerdan keldi axir va bu yerga politsiya ham bor ekan. Bunga biroz tushunmayapman. Politsiya o'rab olgan qandaydir belgilar. A, bino tepasi ko'rinmaydi axir bu nimasi bo'ldi ekan bu yerga nima uchun bular to'planishibdi? Xo'p, yo-mayo buning balandligiga e'tibor beringlar. Hatto bulutlardan ham katta. Ko'z qamashadi. Xo'p, jitel. Nima bo'ldi? Mana bu binoni kim qurib oldi axir? Kompot bitta jitel aqldan o'zib qopti. U qishloqni portlatib yubormoqchi. Shuning uchun shunaqangi baland uy qurdi va bino qurdi to'g'riroq va unga yetib olish juda ham qiyin. Har xil tuzoqlar qurdi. Xullas, politsiya shuning uchun uni o'rab olgan. Nimasi politsiya nima qiladi bizni qishloqni portlatib? Axir biz unga nima yomonlik qildik? Kompot, men nima yomonlik qilganini bilmayman. Qandaydir ertalab turib qarasak, shunaqangi bino qurib olib, unaqa qilaman, bunaqa qilaman deb baqirib yotibdi. Hech narsa qilmay politsiyani chaqiraverdik. Politsiya ham kelib, ustiga ustak hech narsa qila olmayapti. Bu oxiri nima bo'lsa ham yaxshilik bilan tugasin. Mayli jitel, senga kattakon rahmat. Meni sal bo'lsa-da xabardor qilding. Xo'p, mayli, bu yerga nima bo'layotganini hozirchalik men aralashtirmayman turaman va mana bularni olib joyiga ekib qo'yishim kerak. Qanaqasiga aqldan ozishi mumkin? Bizni qishloqni portlatib yubormoqchi. Vaylandavur. Mana bularni joy-joyiga ekib qo'yamiz. Mana bu yerda sabzavotlar ham bor. Borib chiqqim kelib ketyapti. Politsiya ruxsat berarmikan, bilmasam. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir so'rab ham ko'ramiz, lekin baribir chiqishim kerak axir. Xo'p, mana bu va bu nimasi axir? Pastga granata tushdimi, bomba tushdimi? Oy, hatto ekinlarni ham titib tashladi. Men bunga chidab bo'lmaydi. Hozir. Assalomu alaykum janob. Men u yerga chiqib ana u Landavrni o'ldirmasam bo'lmaydi. U hozir hamma joyini portlatib yuboradi axir. Bu lekin juda ham xavfli. Biz senga biror shikast yetsa javob bermaymiz. Biz ham u yerga chiqishga qo'rqyapmiz. O'shaning uchun o'zing nima qilsang qil. Aytib qo'yay, biror hodisa bo'lsa biz javob bermaymiz. Xavfli bo'lsa qizig'i yo'q, muhimi qishloqni qutqarib qolish kerak axir janob. Axir sizlar bilaman, qanaqadir qo'shimcha kuchni kutyapsizlar, lekin u bu vaqtgacha hamma joyini portlatib yuboradi axir. U hozir qancha joyni yo'q qilganini bilmaysizlar hozir. Xullas, men uni oldiga chiqib, u Landavrni adabini berib qo'ymasam bo'lmaydi shekilli. Xullas, qaranglar, bunga rostdan ham u juda ham baland, haqiqatan ham. Hatto men ham chiqishga qo'rqyapman, lekin qishlog'imiz uchun chiqaman va men buni olaman va shlemimni kiyib olaman. Har ehtimol qarshi menga yo'lga olma kerak bo'ladi va qilich hamda kirkachamni olib olaman va bu yerga chiqib o'sha maxluqni, ya'ni aqldan ozgan jitelni yo'q qilaman. Xullas, ketdik tezroq. Hozir u hamma qishloqni yo'q qilib yuborishi mumkin axir. Bu 1 daqiqada ham bo'lishi mumkin, balki undan ham tez qila olishi mumkin. Bu biroz qo'rqinchli. Xo'sh, mana temir eshik qilibdi. Yopilib ketyaptimi axir? Bu jinnilik-ku. Mayli, hech qisi yo'q, buni ochishimiz kerak va biz baribir nima qilib hoppa. Parkour, buni chiqish. Menimcha, Yo-mayo. Hoppa, qo'yil juda ham yaxshi. Vaylanda molades. Hoppa, qo'yil, biz bitta binoga chiqdik va mana bu yerda qandaydir 4 tami 5 ta yo'l ketgan, lekin biz qaysidan borsak ekan, hamma tarafi bir xilga o'xshayapti. Menimcha bu yerda birorta yo'l to'g'ri bo'lsa kerak. Mayli, xo'p, qaysidan chiqsam ekan? Mana shundan chiqa qolay. Lava. Yo'q. Menimcha kuygim kelmayapti. Yo'q. Bunda ham lava bor ekan axir, biroz qoldi-ya. Hop. Yo-mayo. Yonib ketyapman axir. Qo'yil. Lavani ham o'chirdik, bu biroz qiyin bo'lsa. Hoppa, do'stlar, biz chiqdik. Mana bu yerda yo'l ketgan ekan. Mayli, davom etamiz. Tepaga chiqishimiz kerak. Hoppa. Hop.
davom etamiz. Zinalar qilib taylagan shunaqangi ham bo'ladimi? Qo'yil. Mana bu yerda suv bor ekan, bu juda ham xavfli-ku. Axir mayli, hech qisi yo'q, menimcha suv ko'rinyapti. Men mana shu yerga yo-mayo, bu e'tibor beringlar, уже shuncha joyga chiqibmiz. Yana bundan 2 baravar bor hali do'stlar. Mayli. Ana bir vapshim juda ham qo'rqinchli. Axir suvga kirish. Boru nafas rostlab olmasam. Qo'y. Cho'kib ketyapman. Suzishni ham deyarli yaxshi bilmayman. Mayli, davom etamiz. Birozgina qoldi-ya. Ming la'nat sen qo'ygan tuzoqlarga. Mana bu yerga yo'llar qilib tashlaganmi bu landovur? Mayli. Sindirib ham bo'lmay. Mana bu yerda sandiqlar bor ekan. Mayli, davom etamiz, chiqamiz. Axir qanaqa qilib chiqishimiz mumkin? Mana bu yerda bloklar bor ekan. Menimcha bular bejizga qo'yilmagan. Bularni tagimizga qo'yib chiqsak bo'lsa kerak. Mayli, bularni olamiz. Yetarmikan, bilmasam. Hozir biz qo'yishni boshlaymiz va tepaga chiqamiz. Menimcha zina qilib chiqqanim yaxshimi degan fikrga kelyapman. Mayli, hoppa, bu yerga ham va mana bu yerga ham, bu yerga ham blok, bu yerga va mana bu yerga. Hali ancha bor bu la'natiga. Mana bu yerga va bu yer va mana bu yer. Biroz kam qoldi shekilli. Boru Zaynab, mana hoppa qo'yil. Hoppa. Va nihoyat biz mana shu yergacha yetib keldik va uni qanaqangi bu yo'g'iga tuzog'i borligini bilmaymiz, lekin davom etishimiz kerak. Va chiqamiz. Stop. Qancha joyga kelibman o'zi? Xo'p, sindiramiz. La'nati. Yo-mayo, uju qishloq ko'rinmayapti. Biroz qolibdi do'stlar. U menga qanday tuzoq qo'yganini bilmayman va buni yopib qo'yib va men davom etaman. Qani. Menimcha uyga keldik do'stlar. Eshik. Hop, jitil o'tiribdi. Xo'sh do'stlar, hozir birdaniga borib pistirma qo'yib, xullas uni o'ldiramiz. Birdaniga tashlanamiz. U bizga tashlanganimizni bizni ko'rib qolishiga biroz qoldi. Xo'p, bo'ldi. Orqasiga qaradi. Xullas biz eshikni ochamiz. Ming la'nat sen kompotga, yana senmi? Yana men. Do'stlar, qo'yil. Uni o'ldirdik. Nihoyat do'stlar, uni o'ldirishga muvaffaq bo'ldik. Menimcha boshqasi yo'qmi degan umiddaman. Mayli, hech qisi yo'q. Bormi yo'qmi bilmadim. Boru yomon o'ldirdim, lekin qishloqni yo'q. Yana bittasi. Yo'qol. Yo'qol. Boru men ularni sindirish kerak. Yo'qol. Mana senga, mana qishlog'imizga tegma. Yo'qol. Mana buni o'lishi ham qiyin. Do'stlar, mana ularni sindirib olamiz. Yo'qol landavur. Bu nimaga buncha o'lmaydi? Joning nimasi? Menga ham urdi. Nihoyat do'stlar, uni biz o'ldirdik. Menga yetib borib uni apparati va qishlog'imizni mana shu yerdan bo'ya granata tashladi. Bo'ldi, uchalasini ham o'ldirdim va boshqa qolmadi. La'natlar, bular 3 kishi ekan. Men atiga bittasini ko'rdim va keyinchalik ko'rdim va mana bu yerni sindiramiz. Bizga tosh kerak bo'ladi. Bu landavurlarning uskunasini buzib taylaymiz. Qishlog'imizga bunaqa darmayitlarga umuman joy yo'q. Bu yerdan pastga tushgan odam aniq o'ladi. Mana bunga e'tibor beringlar. Bu bizga endi umuman kerak emas. Xo'p, biz astalik bilan hammasini sindirib taylaymiz. Bizga umuman bunaqangi matoh kerak emas. Qishlog'imizda yana 1-2 ongi paslar paydo bo'lib, shu rejani qo'llab qishloqni yo'qqa chiqarish niyatida bo'lishi mumkin. Mana yo'qol, xullas hammasini tashlab yubordim, bo'ldi. Uskunani ham buzish kerak hali. Uskunani ham buzamiz. Mana buni bizga bu umuman endi kerak emas va bo'ldi. Xo'sh, biz buzdik va mana bu narsalarni balanddan yerga tashladik va bu chil-parchin bo'lib ketishi bejiz emas. Xullas do'stlar, videomizga like bosinglar, kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar va bundan keyingi udar chotki videolarni chiqarishda davom etamiz. Hammaga omad, sog', omon bo'linglar. Keyingi videomizgacha ko'rishguncha.